Hani so'shilsin. Qani bismillahirrohmanirrohim. Mana onajonlar enaga, yosh kattalarga juda o'ppana. Mana qarang, mana so'shilligini qarang. Bu juda mazali ekan mana. Qani? Shedevr. Assalomu alaykum o'rtoqlar. Mana hozir qiymadan, mol go'shtida, buqa go'shtida shunaqangi mazali tayyorlashni mana hozir ziravorlarni hammasini tayyorlab oldik. Videom cho'zilib ketmasin deb piyoz, dumba, qo'shqor dumbasi va buqani bo'yin qismidan juda chiroyli qilib turib mana shashlikni qanaqa marinadga qilinishini mana boshlaymiz mana. 3 kilo buqa go'shti bo'yini go'shtiga qiymadan 2 marta chiqarib oldik. Mana qo'chqorni dumba yo'g'idan 300 gram mana solamiz. Va piyozni solamiz. Piyoz mana imkon darajada suvini chiqarib olgan yaxshi bo'lardi, lekin ozroq solyapmiz. Suvi chiqib ketmaydi, yaxshi bo'ladi. Hop, mo'ljalimizda mana mayin achchiq qalampirdan tam berishi uchun ozgina bundan ham bir 10 gramgina solamiz. Kilosiga 5 gramdan hisoblasa ham bo'ladi, 15 gram. Mana endi ziradan ham 5 gramdan hisoblasa ham bo'ladi. Har bir kilosiga 5 gramdan olganda bir 15 gram bundan ham solamiz mana. Kashnishdan ham mana har bir kilosiga bundan ham 5 gramdan hisoblaganda bundan ham bir 15 gram solsak bo'ladi. Va mana murchi buni tapga qarab so'naveradi, ko'p solish shart emas. Mana bir 5-10 gram solib qo'ysak maqsadga muvofiq bo'ladi. Kerakligi bo'lgan mana tuzni o'lchab, ko'z mo'ljallamamda masalan 3 kiloga 10 gramdan bo'lganda 30 gram, 35, 40 gramgacha solsa bo'laveradi. Endi chiroyli buni aralashtiramiz, buni yaxshilab aralashtirishimiz kerak va dumbalarni mijg'ilab yaxshilab aralashtiramiz. Imkon darajada yaxshilab. Va mana qiymamizni ziravorlarni soldik, hammasi tayyor bo'ldi. Aralashtirgandan keyin yana qo'shimchasiga yaxshilab qo'shamiz. Mana endi buzxonadan mana 15-20 minut turgan tingandan keyin buni siqlash jarayoni mana 140 gram olib va qo'limizni mana hozir o'tirib mana boshlaymiz mana. Hani so'shilsin. Qani bismillahirrohmanirrohim. Mana onajonlar enaga, yosh kattalarga juda o'ppana. Mana qarang, mana so'shilligini qarang. Bu juda mazali ekan mana. Qani? Shedevr.